Assalomu alaykum savatdaşlar, yaxshimisizlar? Endi bugungi darsimizda 26 ders The Best Art Critics degan bu ders günümüz. Bu savatdaşlar sizlar kitoblarni olib, bo'lsa shu video darsini ko'rish bilan birga qo'lingizda kitob, undan sirt, ya'ni xotir bo'lsin. Chunki bu shunday darsda intayin muhim bo'lgan, kitobda bo'lmagan, ba'zi muhim bo'lgan hukmlarni naytdi tafsili so'zlab o'tamiz. Shularni xotir qoldirib olish intayin muhim. Biz oldingi qatim bugun usulni so'zildik. Takrorlash, yana takrorlash. Yana takrorlash. Xo'sh, endi bugungi darsimizda so'zliklarni takrorlamay, so'zni yangi so'zga o'tib ketdik. Bo'lsa, savatdaşlarniki umid qildig'imiz biz oldingi darslarni o'zingizlar bir naytdi aktivlik bilan bir takrorlasanglar. All right. Today's new words. Okay, today's new words. Okay, here the first one is critically. Okay, critically. Okay, I'm going to critically degan gap. Avval critically tushunish uchun hamda critic degan ma'nosi qarab baqali. Ana critic deganimiz nima desanglar, shu tanqidchi. Masalan, criticize deb so'z bor, bu nima tanqidlamak shundami? Ana bu yerga critic deganimiz nima? Shu tanqidchi. Yoki obzorchi deymiz shundami? Obzorchi, masalan, har xil adabiyot maqolalarga, asarlar jumladan ham demas, adabiyotdan sirt masalan, go'zal san'at asarlari, har xil asarlarga shuningga bir nima qildigan, baho beradigan odam, tanqidlaydigan odam, tanqidchi. Tanqidiy yo'sinda fikr beradigancha. Shuni critic deymiz. Ana bu critically deganimiz nima desanglar, ravish. Okay, critic. Demak, tanqidiy holda yoki tanqidiy yo'sinda degan gap. Critic. Masalan, if your job is to give the opinion about the pictures, you are a picture critic. Agar sizningki xizmatingiz masalan shu har xil rasmlarga nim berish, fikr berish bo'lib qolsa, bu siz nim bo'ldirsangiz picture critic bo'ldi. Demak, picture criticdan qiladigan ishi nima desangiz, shunga fikr berish. Mayr bo'libdi, mayr bo'lmabdi. Buning advantages ma'vo, ortiqchiligi, disadvantages ma'vo deydigancha. Shuni deymiz, critic. Critically degan shu tanqidiy yo'sinda. Okay. Think critically. Shunaqa tanqidiy yo'sinda qanday qiling? Fikr qiling. So what is the picture is about? What is the picture about? Endi ma'risim nima to'g'risida ekan bolalar, qaysi mazmun to'g'risida ekan borasan qarab baqdingmi? What the picture about? Okay. It's about nothing. Okay, it's about nothing. Hech qanday ma'nosi yo'q uning. Jiqildi deb keldi. Bu rasmning nim ma'nosi bor edi. It's kind of, pattern. Okay, it's a pattern. Pattern deganimiz ham bir gul, nusxa shunami? Har xil shunga o'xshash rasmlarning nusxasini nima deymiz bolalar? Pattern deymiz. Pattern deganimiz nima desanglar? Shu nusxa, shu rasmning shakli. It's a set of lines, siziqlar, shapes, shakllar, colors, ranglar that are repeated regularly. Naytdi bir xil qarorli qildi, naytdi qonuniyatli qildi, shunda takrorlanishini nima deymiz? Pattern deymiz. A beautiful pattern, chiroyli shakllar degandek. The pattern. Masalan, she quilted the surface of the jacket with a new pattern. Okay, hamda nima desanglar, bu chopiningki yuzini qanday qildi? Quilted qatladi. Nima desanglar, intan chiroyli shaklda qanday qildi desanglar, qatladi. Demakchi, chiroyli shakl chiqarib, shu chopinni qatlagan bo'lsin deymiz, quilted. Endi bu quiltning yana bir ma'nosi yotgan deb ma'nosi ham bor. Shu yotganni qatlaymiz-ku hamda. Demakchi, quilt deganimiz hamda qatlamoq degan gap, quilt. Okay. A pattern degancha nusxa, shakl degan gap. Ana critic bo'lsa, tanqidchi, obzorchi, critically tanqidiy holda. Critically tanqidiy holda. Okay. And the king's name ekan? King's ma'nosini ko'rib sizlarni curtain. Okay. That is a curtain. Curtain deganimiz bilsa bolalar nima ekan? Parda ekan shunami? Parda. A piece of clothes, bir parcha rahat that can be pulled across to cover the window. Agar shunda sirib nim qilgan, hamda shu derizini qanday qilgan, bunda qaplaydigan
Derezga tortilgan narsani deymiz curtain. It's a curtain, beautiful curtain. Okay, curtain. For example, I have enough material to curtain all the windows. Again, the meaning is bütün derizlarga tutqidek yetarlik nimadan bor deydi? Yetarlik materialdan bor. Demakchi parda tutish. Demakchi to curtain all the window. Bütün derizlarga tutqidek nimalar bor ekan? Pardan bor ekan. Parda nima? Curtain. Curtain. Okay, so look at this picture. It's a little bit psychological and some psychologic nima. So what can you see and what can you find in the picture? What can you find? Can you find an old woman or a young lady? What can you find? Okay. Do you think it's an old lady or young lady? Which one? Maybe okay, if you see this one and you can say, oh, it's young, right? If you can't, maybe a lot of guys say, oh, it's an old lady. And so bu bir psixologiyalar, birisi qarasanlar xuddi bir-birisiniki nemisdek desanlar tattoo. Demak, upside down. It is upside down. Upside down. Xo'sh, endi upside down deganimiz nima? Tattoo qilish. Masalan, birinchisi qarasanlar bu nima? Old lady, and next one is young lady. Birisi qiri, yana birisi nima desanlar? Young. Endi bu mushu ikkisini ko'raliganidan psixikasi normal bo'lamish, anlasam. Shunga o'xshash hamda shu hisoblaslarniki psixik alayliklarni ko'rsatib bir rasm. Endi demak upside down deganimiz nima desanlar? Dum bo'lib qilish. Asli manda narsa manda bo'lib qilish, yoki manda narsa manda bo'lib qilish. Demakchi dum bo'lib qilish. Nima desanlar? Bu upside down. Okay? Masalan, I agree that the sheet is upside down. Men qo'shilma. Bu kirlik, bu sheet deganimiz nima desanlar? Kirlik. Nima tattoo bo'lib qopdi. Demak dum bo'lib qopdi. On tattoo bo'lib qopdi degan ekan. Masalan, the painting was hung upside down. Okay, and the painting. Okay, and nima yarga painting deganimiz maybuyoq rasm. And bu maybuyoq rasm qanday qilinib qopdi? Tattoo eslab qopdi. Demakchi, mana dum ko'mtirilib qanday qilinibdi? Eslab qopdi. Yoki mana. Demak, bu shu nima? Upside down. Okay, upside down. Okay, upside down. All right. And nima yarga abay asmaq hang dedik shunami? Hong shunami? Hang, hong. Okay, and nima yarga hang deganimiz asmaq. Bir narsani esib qo'yish shunami? Hong deganimiz shuni o'tgan zaman shakli. Okay, hong. Look at this monkey. Okay, bu bundan qarasangiz nima yarga hong. The monkey is hanging on a rope. Bir og'amchiq qanday qopdi? Yamishyapti. Bu maymunek qanday qopdi? Og'amchiq yamishyapti. Demak, misharga hang deganimiz yamash, esilmak. Undan keyin mandaliq uylarga bizniki masalan kiyim asqichi bor, masalan kirlarni yoki masalan yani kostyumlarni esib qo'ygan. Shuni nima deymiz? Hanger deymiz. Arni qataversak, odatda odamning ko'rsatishnaga manda bir nima qiyg'ich demak. Hanger degan asqich degan gap. Asqich. Masalan, har xil kiyim asqichlar bor, shuni hanger deymiz. Hanger deymiz. Masalan, she hung her coat on the washing line. Okay, and the o'zininki paltosini bu kir yuvish simidamda line-ga liniyasi deb qo'yanda, shu kir aysilgan ostiga oyoq sim qanday qildi? Esib qo'ydi. Demak, endi hong deganimiz shu hangning o'tgan zaman shakli. Hang, hong. Okay. Okay, look at this picture. Qiziqmikan bolalar? Demak, it's a pretend, to do something as it something is true. Xuddi bir narsa rostaqlam qilish nima? Shu niqoblanmoq shunami? Don't pretend to be studying hard on that tirishchan ko'rinib olma. Yoki nima desanlar, unda bir niqoblanmoqlar tirishchan qiyobda kirib olma degan gap. Demak, pretend deganimiz nima desanlar? Shu na'uzi niqoblanib olgan. Masalan, he's a pretender. O bekkalaqa nima deymiz? O'zini bekkalaqa niqoblanib olgan saxtpaz degandek-chi. Pretender. Endi bir naqsh bor. Pretender. La. To'g'ridan izlab beqinglar. Pretender deb naqsh bor.
Okay. Look, another sentence like when his mother came in, onun apısı kirgen vaqtida the baby pretended to be asleep. Bu bala qana uxlagan qiyafetga kirib oldi. Uxlagandek qana qoldi desanglar, niqobni oldi. Okay. Shunama, the baby pretended to be asleep. Asleep degan shu uxlag'lik holatni ko'rsatadi. Asleep degan fe'l bo'lsa, asleep degan oldini ko'rsatadi. All right. And the master's in time you appreciate. Appreciate. Do you know appreciate? Can you appreciate? Okay, it's appreciate. Look at that girl can appreciate the picture, right? To understand and enjoy. Demek ki sen appreciate, düşünmek hem de şununla zoklanmak, huzurlanmak. Demek appreciate dediğimiz şu zok ilişkini appreciate things. Appreciate. Mesela I appreciate your help. Hem bir yerde zok deliş falan da ya bu yerden demeyince minnettar olmak. Demek ben sizin yardımınızdan minnettar. I appreciate your help. Ben sizin yardımınızdan qanday minnettar degan gap. Demek ki yana bir ma'nosi minnettar olmak. Appreciate. Mesela young children often appreciate modern pictures better than anyone else. Okay, hamda şu young yaşlar mesela başqalar qaraganda şu zamonaviy resimlardan yaxshiroq qanday qildi zo'q ola oladi. Demak zo'q ola oladi degan ham tushunaladi, ham shuningda huzur ola oladi degan gap. Masalan bu nurg'un modern picturelar qarasanglar bir xil tayoqni manda sızib qo'ydi. Shuni qarasanglar ba'zilar millionga yaraydi haliqi rasmlar. Shuni tövbe mushinimi olamdo deydiganlar bo'lishi mumkin. Demak mushinimi olamdo deydiganlar asosan shuningda zo'q olamaganlar bo'ladi. Albatta uningki mana o'zi xos qanday desanglar zo'q oladigan kishilar bor ekan. Demak hamda shuni hamda bir tushunish uchun bir qanday rasmni bilasiz, masalan moybo'yoq rasm bo'lgan bo'lsa, moybo'yoq rasmdan qanday ranglar nimani ifodalaydi, qanday hissiyotni ifodalaydi. Shuningdan bir azroq savoq ega bo'lganlar, shuningdek azroq hamda bilimi bo'lganlar uning dekananda shuni qanday appreciate qila oladi ekan. Bo'lmasa desam bunda to'g'ri qilsam. Biz resim bir tayoqni chizib qo'yganga pul olamdi. Shuni pul sotamdi deb hayron qilish mumkin. Albatta hamda shuni tushunadigan o'xshamagan odam ko'rsa, shu o'xshamagan bir xil hissiyot kelsa, mana shularni ekan demaysan, g'albish bo'ldi ekan. Demak ham bu yerga appreciate shu san'at asarlaridan, nimadan zo'q olmoq. Appreciate. Okay, hamda yana birsini nima desan, appreciate nimaasi minnatdor bo'lmoq. Bu intayin ko'p uchraydi ingliz tilida. Masalan, I really appreciate your help. Mensizniki yordamingizdan intayin nima minnatdor degan gap. All right. Next one is notice. Okay, notice. Okay, what is a notice? To see or know something or someone. Notice. Demek ki diqqat qilmoq degan gap. Diqqat qilmoq. Masalan, did you notice her new dress? Uningki yangi ko'yligiga diqqat qildingizmi? Did you notice her new dress? Yoki did you notice her new hairstyle? Degandek. Masalan, I noticed that she came out of the classroom. Demek ki men uningki darsxonadan chiqqanda ko'rdim. Demek ki shunga diqqat qildim yoki diqqatimga tushdi, diqqatimni tortdi degandek. Notice. Uningki notice men ism bo'lganda nima desanglar, uqtirish deb ma'nosi bor. Ya'ni tamlarni chaplab qo'ydiku, notice, uqtirish, bugun mencha jig'im bor. Yoki notice bu yerga bunday qilsa bo'lmaydi degandek. Notice, uqtirish, eskartish. İkinci sınavlar şu da bir kömek dikkat qilmoq degan gap. So have you noticed? All right, next one is weather. Okay, ma jiqpalama weather bilan W-E-A-T-H-E-R. Weather almashtiradi. Bu o'qilish asosida o'xshab qoladi. Weather. Birisi avariya, ma birisi nima desanlar, bo'lamdi yo bo'lmamdi. Yesmi yoki no'mi degan gap, weather. Masalan, I'm not sure whether to go or not. Ben baramdım ya bağmamdım nima men tek onu jazm qilib qo'laman. I'm not sure. Men onu tek bir narsa deyolmayman. Shunami? Whether mandaq. Sure for shunami? Mandaq. Masalan, I don't know whether he will come or not. Hamda u kelamda kelmamda men bilmayman deydi.
I don't know he will come or not. Şunama. Okay, mesela I don't know whether I will win or not. Men onu yengemdim, yenmemdim men bilmeyman. I don't know. Demek whether yakmandak. Yes yoki no degan gap. Yani birisini mersam weather. Mesela what's the weather like in your hometown? Okay, and this is yurtingizning havo rayi qanday? What's the weather like in your hometown? Hometown. Yurtingizning havo rayi qanday? Demak, birisi weather deganimiz nima? Havo rayini ko'rsatadi. Qaranglar balla bu rasmlarni nima ish qilib o'tibdi? Bu yerda ism qarasak, bularning hammasini nima arasanglar, shu paint qilib o'tibdi. Okay, paint. Birinchi rasmda paint qo'yadi. Tushunami? To make a picture using paints. Demak, may bo'yoq orqali rasm chizishni paint deymiz. Masalan, who painted this picture? Bu rasmni kim chizdi degandek. Okay, next one is material. Material. Ma'no talaffuz qilaydi, diqqat qilamiz, chunki bu uyg'ur tilidan boshlaymiz. Material deymiz-ku, material. Material. Material degan gap. Material. Okay, the material is glass. Bularning masalan potulka deymiz, aynak stakanlar deymiz. Bularning asosan materiallari nima desanglar? Aynak. The material is glass. Tushunami? And the material is paper. And buning material desanglar bu shopping bag. Bu nima deymiz? Balki mol sotib sumka deymiz, bu qog'oz sumka. Bu nima? Shopping bag. Its material, the material is paper. Okay. What about this one's material is wood. The material is wood. And the buning material nima? Yog'och. Yog'och degani wood deymiz, aynak degani glass deymiz, qog'oz degani-chi paper. Nima ekan? Paper. Nima ekan? Paper. Xo'sh, hamiz qaranglar. Endi ma'lum ma'rifanglar birinchi painting. Bu masalan mush narsa nima? Painting birinchi moy bo'yoq rasm. Masalan, Da Vinci'ninki Mona Lisa. Bu nima? Painting moy bo'yoq rasm. Ikkinchisi jade. All right? Jade. Jade deganimiz xotinning jade intayindanlik nima? Xotin jade. Qashtashi. Okay, and the macho poetry. Okay. Pottery, sorry. Pottery. Pottery deganimiz sapal. Sapaldan yasalgan. Sapal bo'lsa pottery. Masalan, laydan yasaydi u. Keyingisi China. Farfur. Har xil farfur buyumlar, masalan, china, qachuqcha, u bo'lib yarasanlar China. Art. And demakchi bu ishdan hammasi nima yarasanlar art. Like a painting, sculpture. Sculpture deganimiz haykal. Masalan, Statue of Liberty. Amerikadagi nima? Sculpture. Okay, and the picture which people look at and admire. Demak, hammasi nima yarasanlar art. Demak, art deganimiz masalan music also art, painting is also art, jade, art, china, pottery. Hammasi nima yarasanlar art. San'at deymiz, shunami? Hamda hozirgi zamonaviy san'at nima deymiz? Uni modern art. Okay, modern art. Hamda bu shu go'zal san'at o'qiydigan o'quvchini yoki go'zal san'at shu institutni o'quvchisini deymiz art student. Okay, it's called art student. Art student. And the art student. Mesela she studies art at school. Hem de bu mektepte nima o'qiydi? Go'zal san'at o'qiydi. Demak, ham nima shu? Go'zal san'at nima derganmiz balla? Art. Art. Xo'sh, sog'doshlar, hozir mana bizning text qismimizga keldik. Avval ham sen bu shuni bir qatam nihoyatda tafsiliy bir anglab o'tinglar. Anglab o'tgandan keyin andin men sizlarga mushuninki nimasini aytganda mushuninki tafsiliy ahvolni bir tushunib chiqmoq. All right, listen carefully. Lesson 26. The best art critics. First listen and then answer the question. Who is the student's best critic? I am an art student and I paint a lot of pictures. Many people pretend that they understand modern art. They always tell you what a picture is about. Of course, many pictures are not about anything.
They are just pretty patterns. We like them in the same way that we like pretty curtain material. I think that young children often appreciate modern pictures better than anyone else. They notice more. My sister is only 7, but she always tells me whether my pictures are good or not. She came into my room yesterday. "What are you doing?" she asked. "I'm hanging this picture on the wall," I answered. "It's a new one. Do you like it?" She looked at it critically for a moment. "It's all right," she said, "but isn't it upside down?" I looked at it again. She was right. It was. All right, finished. Әмсі аңлап болған болсаңыз, сағадаштарына текстімізге бір диққат қылайлы. Авал бір қатым бір оқу өттейлі. I am an art student and I paint a lot of pictures. Мен болсам бір сәнәт, демекші, güzel сәнәт оқу өтсі. Әмді мен нұрғын рәсімлеріні сызған. Демекші, майбұяқ рәсімлеріні көстірі. Okay. Many people pretended that they understand modern art. Nurgun kişiler, xuddi güzel sanatni tushundigandek, güzel sanatni tushundigan bir qiyofat kechirib oladi. They always tell you what a picture is about. Ular doim sizga bu rasmning nima to'g'risi ekanligini deydi. Of course, many pictures are not about anything. Albatta, nurg'un rasmlar hech qanday ma'ni to'g'risida emas, hech qanday nimasi yo'q, buningki ma'nosi yo'q. They are just pretty patterns. Ular faqat bir chiroyli nusqalam xolos. Bunda shakllam xolos. We like them in the same way that we like pretty curtain materials. Biz xuddi endi bir chiroyli pardalarni yaxshi ko'rganga o'xshash shu usulda biz ularni qanday qilamiz? Amroq bo'lamiz, shu ularni yoqtiramiz. I think that young children often appreciate modern pictures better than anyone else. Menimcha endi shu yosh bolalar shu boshqalarga qaraganda hammadan bekrak shu zamonaviy rasmlardan bekrak zavq ola oladi. Yet I think the young children often appreciate ashning oxiri. They notice more. Ular ko'proq bir ish qanday qildi desanlar, diqqat qiladi. Okay. My sister is only 7. Endi mening singlim yoki mening bir kichik singlim amdilam 7 yosh. But she always tells me whether my picture are good or not. Lekin u doim menga meningki shu rasmlarim yaxshi yoki yomonligini, whether yaxshi yoki yomonligini menga deb berdi. Okay, she came to my room yesterday. How tunugun mening uyimga kirib, "What are you doing?" she asked. O mendan nima ish qilyapsiz deb so'radi. "I'm hanging this picture on the wall," I answered. Men rasmni tam qilyapman dedim. "It's new one. Do you like it?" O bir yangi bir rasm. Yoqtirdingmi? She looked at it critically for a moment. O birdam uning tanqidiy holatda shunday qarab turib o'tgandan keyin, "It's all right," she said, "but isn't it upside down?" Hammalari bo'pti, chataq yo'q ekan, lekin u ta'ti bo'lib qoptimi qandaq? I looked at it again. Men unga yana bir qatim qayrildim. She was right. To'g'ri debdi. Yes, it was. Shunday ekan. Demak, endi bu tekstni nima desanglar, shu avtorninki bir art student ekanligi hamda shu bir kichikgina bir narsani o'tirib qo'yapti, shunami? Albatta, sizlar shu abayqi lessonga asosan hamma o'qiganga asosan ma bo'sh o'rinlarni bir to'ldirib boqamizlar savoldoshlar. Qarang. I am an art student and I painted a lot of pictures and many people pretended that they understand modern art. Of course, many pictures are not about nothing or anything. They are just pretty patterns. I think the young children appreciate modern picture better than anyone else.
You know, they notice less more. They notice more. They notice more. Okay, ansa mushu tuandikilarniki to'g'ri xatolik bir hukm qilib qo'yinglar bolalar. Birinchisi, the writer studies music. Okay, do you think a writer studies music? And the author music bilimni bolalar? Yes or no? Yes or no? Yes or no? No. Yani he studies art. Okay, and the one güzel sanat bilimda. Okay. So many people really understand modern art? No, I don't think so. Many people don't understand modern art, right? They just pretend it. They just pretend to be understand, right? Fakat hem de tushunganda qiyofat kechirib oldi xolos, tushunami? Okay, keyingisi. All pictures are about something. Do you think hammasini are about something? No, the old pictures are not about anything. Okay, endi masalan bu intamo chiqib qolganda bolalar bu ko'pincha bu mutlaqlashtirib o'tgan javoblar bor-ku. Masalan, hammasi yoki hammasi shundoq, undaq degan mundaq gaplar asosan xato chiqadi. Yani nima desam, you know, old pictures are not about anything. The old often appreciate modern pictures better than anyone else. The old ma, bu shu yashanganlar yoki yosh cho'nglar doim bu shu boshqa har qanday kishilarga bekrak tushunamdi. Old mo, young mo? I don't think so. The young people often appreciate more, right? My sister found the picture in my room was upside down. Mening singlim ham bu shu uyamdagi rasmni bir tatu dum bo'lib qolibdi debdi. To'g'rimi? Is it right? Yes or no? Yeah, of course. It is true, right? All right. Endi vallah mana bizniki darsniki intayin meg'zi naaytdi shu yadrosi bo'lgan language focus. Endi miyaga naayt quloqni naayt ding tutib xotirlagan va shu yozamiz mana language focus. Okay. Endi qaranglar. I like them in the same way that we like particular material. Xo'sh, endi mishariki in the same way deganimiz nima desam, shuning o'xshash usulda yoki shuning o'xshashlam degan gap. Endi mishariki same way degan o'xshash usul, o'xshash yo'l degan gap qoldi nima yerda. Demak, endi biz uni o'sha o'xshashlam shu usulda yoki shuni yaxshi ko'rgandeklam qanaqadir yaxshi ko'ramiz degan gap bo'ldi endi. Masalan, I like shopping in the same way that you like dancing. Xuddi sen usul o'ynash qamroq bo'lgandek, menmo shu usulda qanday desamlar, menmo nima balset o'ynash qamroq. Demak, hamda har bir odamning nimasi qiziqishi o'xshamaydi. Xuddi sen ma'noga o'xshash bo'lganingga o'xshash, men ma'noga amroq. Demak, sen xuddi usulga amroq bo'lganga o'xshash, men nimaga amroq? Okay, hamda shu balset o'ynash qamroq. Demak, hamda shu in the same way deganda, shu o'xshash usulda, o'xshash bir nima bilan degan gap. O'xshash nima bilan. Masalan, I like English in the same way that you like cars. Xuddi sen mashinaga amroq bo'lganga o'xshash, shunga o'xshash usulda men nima ingliz tiliga amroq. Okay. Deganga. And the way that, okay, endi men yerga the way that demakchi ma'lum bir qilishninki usuli yoki shuningki nimasi desamlar, shu bir nimasi. Okay, masalan, the way that he walks is like a goose. Hamda uning menishi xuddi bir g'azga o'xshaydi. Yo o'ydekka o'xshaydi, sorry. U xuddi nima desamlar, o'sha o'ydekdeklam qanday ma'no desamlar, undoq kelamchi menish bor. Demak shuni. And the way demak shuni olti yansi. Demak shu usuli degan gap. The way he walks is like a goose. O'ydekkalam o'xshaydi. Okay. And I don't like the way that he laughs. Okay, and men uning kulish shakli bilan intayin qanday desam ho'sham yo'q. The way that he laughs. Okay, and u kulish bir xil kuldigan usuli bo'lgan, hamda kuldigan bir xil olti bo'lgan, demak kulgan olti bilan faqat ho'sham yo'q. Demak shunda usuli. The way, okay, ishdami? You know, the way he laughs. The way he laughs. The way he laughs. Okay, and then masalan, men uningki gap qilish usulidan ho'sham yo'q. Tushunami? I don't like the way he speaks. Tushunami? Okay, and degandek, shu usulidan qanday? We are in the classroom. Okay, we are in the classroom. You know, Peter usually goes to school by bike. Demak, endi men yerga
Mao or goes mao qaysi şu şitay jihatni aytgan qaysini tavadi sana. Bu o'xshashlan bu ikkisi oddiy hozirgi zamon. Yibanshandashi shunami? Yibanshandashi. Ana bu yibanshandash degan nima desang, oddiy hozirgi zamon degan nima desang, birga hozirgi mavjud bo'lib turgan holatni ifodalaydi. Masalan, we are in the classroom. Demakchi biz hozirimiz nima desang, darsxonada shunami? Uningdagi ikkinchi usul nima desang, birga odat xarakterlik yoki doim yuz berib turadigan harakat va ishlarni ifodalaydi. Demakki men balda o'rnimdan turman, yuzimni yuyman, nashta qilaman, ertaga nashta qilaman deganda davomli yuz berib turadigan ish harakatlar. Deganda yoki o'sha hozir mavjud bo'lib turgan holatni ifodalaydi. Masalan, he's very beautiful or she's very beautiful. Hozir qoldi o'yin go'zal shunami? Degandek. Okay, and so ikkinchi jumla qarayman. Yana these cars Jerry's. And about these cars is ko'plik bo'lganligiga BPLdan qaysi keldi? Men ko'rmay qoldi. Or he is millionaire. And the bo'lsa nima desam, millionaire. And bu mashinalarning hammasi nima? Jerry'ninki. Jerry bo'lsa nima? Millioner. And qarasak Sarah and Peter are good friends. And the eagis ko'plik bo'lsa o'xshashdan nima keldi? Are keldi. Masalan, the strong man is Santa Claus. And the bu kuchlik odam bo'lsa nima desam, Ro'yishtu aboy Santa Claus deymiz. Okay, endi shu 22 jumlaga shu odatda bu darsimizda oddiy hozirgi zamonni takrorlayapmiz, bolalar. Bu shingayni ham bir o'g'ilib qilib yana takrorlayapmiz. Demak, endi shu nima desam, mana bu yeni o'qum inglizdan nemish isl yeri naqmishadi. Takrorlaymiz. Takrorlashchiq. Qancha ko'p takrorlasangiz shuncha unumi bo'ladi. Shuncha qanday desangiz biliming puxta bo'ladi. Masalan, Jerry and Frank often play guitar, but they never play football. Okay, demakchi, endi shu arif xarakterli kishi demakchi, u doim gitar chaladi, hargiz nima futbol o'ynamaydi deydi. Demakchi, buni arif xarakterli, endi bugun ham o'ynamaydi. Demak, davomli shuna qiladi. Demakchi, uniki odatda nima desam, play guitar degan asos o'rinda turadi. Shunami? Okay. And Sarah and Peter go to school together every morning and have English classes 3 times a week. Okay, and then Sarah and Peter and the the jumla nima go to school. Igisinin bo'lgandan bu asosiy fe'lning shu asl shakli keldi. Ona keyin have o'xshashlar nima desam, after chiqadim ingliz tili darsi bor, ingliz tilida qatnashadi. Since Lola usually on Sunday and the Lola bo'lgandan dances asqatimiz. Demakchi dances on Saturday. Xo'sh, Shamsa, shu har xil obyektiv ishlarga, uningdan keyin har xil shu qonuniyatlarga, tabiat dunyosida mavjud bo'lib turgan o'rtaq qonuniyatlarga yoki obyektiv ishlarga shu oddiy hozirgi zamonni ishlatamiz. Masalan, the fire burns. Demakchi, o't kuydiradi. O't degan shu kuydirdi-ku, The knowledge is power. Okay, endi bilim kuch demakdir degan gap. Demakchi, bilim kuch ko'p ketdi demaymiz. Yoki bilim kuch bo'lmoqchi emas. Doim shunday bir qonuniyat bu o'zgarmas. Shunami? The knowledge is power. Bilim shu kuch shu. Kuch. Burunmi shundaydi, qadimgi zamonda, hozirmi shunday, ham kelgusida shunday. Bu qonuniyat. Bu shunday ishlarni qonuniyat deymiz. Masalan, the light travels faster than sound. Demak hamda yo'riqliq nima ovozdan tezroq qanday qildi, harakat qiladi, mangadi. Demakchi lights travel. Demakchi hamda surati qanday rasanlar ovozdan tez bo'ladi albatta. Masalan, the sun rises in the east and sets in the west. Quyosh sharqdan chiqib g'arbga botadi. Demakchi bu qonuniyat, tabiat dunyosiga o'zgarmas qonuniyatlarda bu ishlarga nima rasan oddiy hozir zaman keldi. Xo'sh, men tanlash savoli ekan, tanlab qo'yinglar vallah. Young children often, okay, yoshlar doim bu oddiy hozir zaman bo'lsa, appreciate modern pictures better than anyone else. Okay. Demak, endi bu yana bir oddiy hozir zaman shu hozirgi masalan shu psixiklik jihatdagi, ro'y jihatdagi har xil ro'y holatlarni, bir xil hissiyotlarni ifodalab chiqadi.
Endi bunu en pek asasen de gerek bu şu hazır davamlaşıyotgan zaman anca işilip ketmeydi. Mesela sees, like, look like, like okşaş, look like, karamak okşaş. Now feel is kılmak, have, forget, hear, know, notice, remember, believe, understand, appear, appreciate. Degandek muşla asasen ne merse ama adli ağızlar anlaşıldı. Mesela young people understand, notice, appear, appreciate. Muşlarını bir hatıranın çıkmaz yeriga, öçmez yeriga yazıp koyuşanlar dersi yapalım. Anladın? Okay. Endi muşun ölçemli şekilde toldurap koyalım balla. Mesela I Tom very well. Do you know him? I remember Tom very well. Onu bilemsiz, tanımsız şunama. Mesela the car to Jerry. Endi bir yerdeki car nima adli ağızlama olan belongs. Demekçi bu maşina Jerry'ye tabi degan gap. Demek car belongs to Jerry. Okay, I not believe a single word he say. Demek I don't believe single word he say. And o degan bital qız, bir qız gapga qana qilmayman. Ishonmayman degan gap. I don't believe a single word he says. And my third is that I hear that he like pop music. And then I hear that he likes pop music. Okay, and the mal sonju da demeli sana. I hear that and the mal bir sonju şunama. Çünkü bir sonju degenimiz şu toldurucunun orunda yana bir cümle bolsa şuna bir sonju deymiz. Bunu ikinci dersimiz texim tafsili texim o nima qilib so'zlaymiz yana. Beshinchisi she often tells me whether my picture are good or not. Keyingicha the plane off at 10 o'clock. 10 o'clock takes off. Demek ki onu bilan qanday qildi uchirdi deydi. Hamda yana bir endi shu ma'lum bir belgilab qo'ygan vaqt, ma'lum planlab qo'ygan vaqt ichida yuz bergan ishlarni nima desanglar, shu oddiy hozir zamonda ishlatamiz. Masalan, poyezd mancha bilan qo'zg'aldi, maktab mancha bilan dars boshlaydi degandek. Masalan, school begins on March 5th. Chunki bir belgilab qo'ygan vaqt ichida doim shu bo'yicha qanday desanglar yuz berdi. Mesela 8 bilan ish chiqish vaqti bo'lsa, doim ishchi xizmatda 8 bilan ishga keladi. Demak, hamda bu nima desanglar shu doim yuz beradigan takrorlanadigan ishlar shunami? Shunga o'sha o'xshashlar moddiy hozirlamiz. Masalan, the train leaves at 5 p.m. degandek. Masalan, go, come, leave, start, move boshlarga mos keladi. Xo'sh, hamsa qishim bo'lib qopti, amashqa baqandoq. Mesela Sophie often her experiment in the laboratory. Okay, and often does. Sophie does. Sophie daim şu tecrübehanı üzerine tecrübesini kıldı. And do experiment deyimiz var. And qaranglar, she always ready to help others. Yani she's always ready. O daim tayyor, nima qilishga boshqa yordam qilishga. Mesela our teacher told us the earth and the earth the birlik bo'lganing goes around the sun. Bizning muallim dediki yer shari quyoshni aylanib harakat qildi. To'rtinchisi the film at 7 this evening. Nima? Starts at 7 this evening. Anjiq qilmasan mancha bilan boshlanmoqchi deb qo'ydim-da, emas. Chunki u belgilab qo'ygan vaqt emas, shunga starts at 7 this evening. Demekçi, it starts at any moment. Qachon boshlanadi? Har qachon boshlanishi mumkin degandek. Yana we'll stay at home. We will stay at home if it day after tomorrow. Yana if it rains the day after tomorrow. Yana bir gap, boshdan o'sha so'ng jo'da bor. Agar yomg'ir yog'ib qolsa biz qanday qilmaymiz? Demakchi, shartli jumlalar. Masalan, agar yomg'ir yog'sa manda qilamiz. Masalan, if it rains, we will stay at home degandek. Xo'sh, keyin qaranglar. Yana I want to buy a big green bag. Okay, you want to buy? And what do you want to buy? And I want to buy a big green bag. You want the yeşil so'mka olmoqchi, sen nima olmoqchi? And then Mary does not have any books. Mary nima desanglar? Onun hech qanday desanglar, kitobi yo'q hech qanday. And the Mary has some books.
Yani birisi Mary'ninki, yani nima? Bir necha nima kitobi. Mary has some books. Masalan, they always tell you what a picture is about. Ular doim sizga deydi, bu rasmning to'g'risida. Endi buni folding aylantirib olsak nima? They don't always tell you what the picture is about. Demakchi hamda inkor qilmoqchi bo'lsang, agar BP bo'lib qolgan bo'lsa, izning keyingi natni qattiq. Endi ma asosli fe'l bo'lib qolsin dersanglar, do-ni ishlatamiz shundami? Don't ko'plik bo'lib qolsin. Endi macho, he still believes that the world is flat. U texcha bu dunyoning bir tuzligiga ishonadi ekan. Endi bu savolga aylantirsak bo'ldimi? Does he still believe that the world is flat? Endi u texcha mush dunyoning jumlaq emas tuzligiga ishonadi. Tuz demakchi hamma javobini tub tuz degan ekan. O'ganda savolga aylantirsak, mana do ifodalab chiqqanda keyingi asli qatib olib believes degandek-chi. Degandek. All right. Bo'ldi balla, mana bugungi darsimiz oxirlashib qopti. Bo'lsa takror deganni vaqti qilinglar. Har bir 6 darsni bir guruh qilib takror davatimiz. Bu ko'piyatlarni hozir 26 dars kelgan bo'lsanglar, birinchi darsni 26 darsga bir qatim yodlab o'tinglar bo'lsa. Mush bir bo'lakni yodlab o'tgandan keyin undan keyin keyingi darsga salom bo'ladi. O'xshashdan tekis yodlash, so'zlikni 20 qatim, 30 qatim ko'chirish. All right, that's all for today and see you next time. Goodbye.